Webster New Year Faculty Party juda ham ajoyib bo'ldi. Borishimiz bilan yangi yil atmosferasiga tushib qoldik. Dasturxonlar chiroyli bezatilgan, atrofimiz esa juda ham go'zal edi. Ochilish so'zlari rektorimiz tomonidan olib borildi. Bu shunchaki bazm bo'lmadi. Unda hamma qatnashdi, turli xil o'yinlar tashkillashtirildi. Albatta, men bu yerda raqsga tushmasam bo'lmasdi. Fakultilarimiz tomonidan maxsus qo'shiqlar kuylandi. Keyingisi esa bu judayam top qismi, ya'ni dance competition. Bu judayam zo'r bo'ldi, guruhlarda olib borildi. Shunday qilib event o'z nihoyasiga yetdi. Xullas, endigi problemamizda yuz makiyajini o'chirish. Men yangi mahsulot zakaz qilganman. Hozir uni birgalikda ochib, test qilib ko'ramiz va realniy otsev berib o'taman. Qanaqa mahsulotligi haqida. Biz ochish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Upakovkasi juda ham qattiq ekan. Вот, mana mahsulotimizning o'zi. Uchun tanladim anti-akne, chunki menda hozirlar mayda o'g'rilar juda ham ko'p chiqib ketyapti. Xo'p, qani boshladik. Mahsulot surtishdan oldin birinchi navbatda yuzimni namlantirib oldim. Men o'zi odatda gidrofilli masladan foydalanaman, shu yuzni tozalash uchun. Agar ko'proq makiyaj qilgan bo'lsam, obычно gidrofilli maslani tavsiya beraman. Bu safar prямо penkani o'zini sinab ko'ramiz. Yuzimga surtib makiyajni o'chirish uchun. Qani bitta o'zi qanchalik darajada tozalaydi. Yuzimni yuvib bo'ldim. Ancha yaxshi tozalagan, hech qanaqa makiyajning qoldig'ini sezganim yo'q. Juda ham zo'r. Ayniqsa menga bitta narsasi yoqdi. Takoy hidi bor ekan. Oddiygina penk emas, shunaqa yoqimli hidli, ko'zinglarni achishtirmaydi. Menga juda ham yoqdi. Bitta shuni o'zi mana bechani makiyajimni o'chirdi. Klassmi. Men qo'yaman. Xolos, yana bitta mahsulot tavsiya beraman olishinglar uchun.